Nimaga yetardan beri po'xt ishini qilyapmiz? Ha, bo'xt ishidan boshqa narsa yaramagandan keyin qilasanlar-da. Qilmaymiz, jonimga tegdi. Sassiq bo'lsa ham qilasanlar. Qishda istib o'tirishni bilasanlar sandalda hammang. Aka, bu tez qilib tashlaylik. Akalar, singlimizni xafa qilishdi. Yana ulgurmadik. Nuqul bizlardan oldi o'rtashaveradi. Hadi et Sanuşka. O ajet kayıpta ana. Dadajon tort pishirdim. Ona qizim, raza shirin tort pishiradi-da. Akalarni ko'rmadim. Yeb ko'ring, ko'rmadim. Raza shirin ekan, o'zing yever, akalang qayda ekan? Yeng dedim. Ha, ona qizim erkaliging yoqmaydi-da. Loydan ham shirin chiqargan tort 3 kundan beri loy yeyapman. Oshmasin. Nima uchun men qilishim kerak? Sen ishing bo'lgandan keyin o'zing tozalasan-da. Bu Sanuşka emas. Kim qildi unda? Opa, choshimni o'rib qo'y. Opa, aka bo'ladi. Aka, chochimni o'rib qo'y. Ya sen unga tegma, nima qiz bola ko'ryapsanmi? Bor o'rtalaringni o'yna. Bir yoqqa. Rahmat opa. Arzimaydi. Opa? Qaydami? Miyani qatig'ini chiqarma, ma'rif, qaytar dunyo ko'rasan hozir. Opa.